Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, do'stlar. Parrandalarimiz sotuvda. Kimga shunaqa sog'lom, tuxumga yaqin parrandalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Xo'p, do'stlar, bular 100 mingdan baho qo'ydik. Narxlari 100 ming so'mdan. 1 oy 1,5 oy tuxumga kiradi. Keyin ichida bunaqa sal kichikroq bo'lib qolganlari bor. Mana bunaqa. Mana bunga o'xshagan. Deta bir 20 ta atrofida chiqadi. Ularni 50 ming so'mdan qilib beramiz, do'stlar. Bugun xudo xolasa hammasini sotamiz. Pul kerak bo'lyapti. Bu yoqda hozir tovuqlarimizni ham ko'rsataman. Bular 100 ta atrofida bor. Bu yoqda Brahma tovuqlarimiz bor, do'stlar. Mana Brahma. Brahmadan xo'p, Opshi 6 dona makyon, bitta xo'rozi bor. Mana xo'rozimiz. Bu yonida qora makyonlar 4 ta qora Brahmamiz bor. Xo'p, 2 dona sarig'i bor. Xo'p, sarig'imizning bittasi kurk bo'lib qolgan. Kimdir kurki deydi, kimdir kurk deydi, bilmadim. Kimga qanaqa? Hamma joyda har xil aytiladi. Mana sariq Brahmamiz. Kurk bo'lib qolgan. Xo'p, 6 kurki, 7 ta opshi kurk bo'lgani. O'sha xo'rozi ham bir xil, ichida 250 ming so'mdan optim olganga ketadi, do'stlar. Adin olaman desanglar, kelishamiz ular. Xo'p, undan tashqari bu yoqda kichikroq jo'jalarimiz ham bor. Xo'p, do'stlar, mana jo'jalarimiz. Bundan 2000 ta bor. Bu yoqda hozir 600 tasini bu yoqqa qo'yganmiz. Hozir boshqa xonalarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, bular xudo xolasa 2-chisloda ochib chiqqan. Xo'p, 2 bo'lsa, bugun chislomiz 17 mi? Mana do'stlar, bugun 17-iyun 2026-yil. Xo'p, bu yoqda dalshi o'rdakchalarimiz bor. Bular ham 56 ta, 57 ta qoldi. Shu atrofda. Narxlarini birdan aytib o'tib ketay. Xo'p, bularning narxi 17 bo'lsa 15 kunlik bo'lib qopti. 15 kunligini xo'p, 13 ming so'mdan qilib beramiz, do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'rdaklarimiz ham xo'p, gidita 15 kunlik. Bularni ham narxini shu 14 mingdan qilib beramiz bular. Xo'p, hozir qolgan jo'jalarni ko'rsataman. Xo'sh, do'stlar, qolgan jo'jalarimizni yana bir qismi, hammasi emas bu yoqda ham. Mana. Yana bir qismi bu yoqda bor. Mana bu yoqda bor. Hammasi bitta partiya. Ketdigini qolganini ko'rsataman. Bu yoqda bor, do'stlar. Mana. Kimga shunaqa sog'lom, ajoyib jo'jalar kerak bo'lsa, bular hammasi Andijon qora jo'jalar. Kimga shunaqalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar. Xudo xolasa. Narxlari juda ham chiroyli, o'zlari juda ham sog'lom. Undan tashqari xo'p, 150 ta atrofida 3 kunlik jo'jalarimiz bor. Mana. Bular 3 kunlik jo'jalar. Bular ham Andijon qora. Bu yoqda asosiy ranglilari. Qorasi kamroq. Bular 8 ming so'mdan qilib beramiz, do'stlar. 3 kunligi 8 ming so'mdan. Xo'p, manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Chetda yurgan aka-ukalarimiz uchun ham WhatsApp, Telegram, Imo, sotsetilar ochib qo'yganmiz. Kimga qaysi qulay bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri bemalol aloqaga chiqishlaring ham mumkin.
kimga qaysi tomon qulay bo'lsa bemalol telefon qilib yoki SMS yozib to'liq ma'lumotlar olishlaring mumkin. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavkalarimiz bor, dastavka lekin pullik bo'ladi do'stlar. Hammasi sotuvda. Kutamiz, bemalol olib qochib qo'ringlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.